bu yilgi 2025-yildagi trendga gap bo'ladi. Birma-bir ko'rib chiqamiz. Однотонныйda необычныйsini so'ragan mijozlarimiz uchun ko'p mijozlarimiz hozir bu yil menimcha oq aboylar trendda bo'ladi, sababi ko'p so'rashyapti. Eniga 1.6 sm, uzunligi bo'lsa 10 metr. Bu aboyimiz 10 kvadrat chiqadi. Biz narx aytganimizda bu bitta rulonga aytamiz, o'sha rulonning ichida 10 kvadrat bo'ladi. Aboyimiz super mo'yshi, mana ko'rishingiz mumkin. Bu tomondan ko'rinishlari, bu tomondan ko'rinishlari. Patlonkasi qog'ozga raport yozib qo'yadigan patlonkasi bo'ladi, ya'ni gul qaytishi bu 64 sm da qaytadi. Ya'ni yuzi bo'yi 2,5 metrdan 320 gacha oralig'ida bo'lsa, 3 bo'y beradi. Ya'ni 3 metr 18 sm devoringizni yopadi. Endi 1.6 sm-ligini hisobiga. Va yana endi однотонный bo'lmasin. Однотонныйga o'xshaganroq noodatiy aboylardan yana bitta ko'rsatayim degan mijozlarimizga mana shunaqa varianti ham bor. Ranglari ham juda chiroyli. Soatlar tushib ketdi. Bu aboyimiz ham eniga 1.6 sm, uzunligi 10 metr, 10 kvadrat chiqadi. Bu aboyimizni super mo'yshi. Bemalol kommentariyaga yozsalar, narxlari haqida qiziq bo'lsa, plyusda qoldiringlar. Albatta